Payg'ambar alayhissalom qandoq zaharlangan? Alloh islom va musulmonlarga ne'matini to'liq berib, Xaybar fath qilinib, g'animatlar taqsim qilindi. Payg'ambar alayhissalom va musulmonlar cho'ng g'albini tantana qilayotgan paytda Zaynab bint Haris ismli xuddi hozirgi yahudiylardek yomon g'arazlik yahudiy ayol Payg'ambar alayhissalomni izlab kelgan. Hamda u ayol Payg'ambar alayhissalomning qo'y go'shining qandoq yerini yaxshi ko'rdiganligini so'rgan. Sahobalar yahudiy ayolning yomon g'araz bilmaganlikdan Payg'ambar alayhissalomning qo'yining oldi pochiqini yeyishni yaxshi ko'rdiganligini aytib bergan. Yahudiy ayol qaytib qo'ydan birini o'ltirib, go'shini pishirib, go'shining hammini zaharlagan. Hamda go'shning oldi pochiqiga zaharni ko'plab solgan. Yahudiyning niyatining yomonligi qaramamsizlar. Allah Qur'oni Karimning Sura Maida 82-oyatida bunday deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Yahudi va mushriklarning mu'minlarga haqiqatan qattiq dushman ekanligini bayqaysan. Yahudi ayol zaharlangan qo'y go'shini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hadiya qilganda, Payg'ambar alayhissalom yomon gumon qilmasdan hadiyani qabul qilgan. Payg'ambar alayhissalom sahobalar bilan birga go'shni yeyishga boshlabdi. Payg'ambar alayhissalom eg'iziga bir luqma solgan hamon Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomga bu qo'y go'shining zaharlanganligini vahiy qildi. Payg'ambar alayhissalom va uning yendikilarning hammasi go'shni yeyishni to'xtatib, Yahudiy ayolni chaqirtibdi. U ayolning go'shni zaharlaganligini yushurmasdan e'tirof qildi. U ayoldan: "Bu go'shni zaharlashning sababi nima? Nima uchun bizni o'ltirmoqchi bo'lding?" deb so'rgan ekan. U ayol: "Agar sen haqiqiy payg'ambar bo'lsang, Alloh tarafidan vahiy qilinsin. Sen Alloh tarafidan himoya qilinsin. Agar sen podshoh bo'lsang, sendan qutulat" deb javob beribdi. Buningdanmi razil niyat bo'lamdi? Buningdanmi qattiq adovat bo'lamdi? Yahudiylar barliq payg'ambarlarga ana shundoq muomala qilgan edi. Payg'ambar alayhissalom Yahudiyni qo'yib berdi. Hech qanday jazoga tortmaydi. Biroq zaharlangan go'shni yegan sahobalar ichida Bashir ibn Baro ibn Ma'rur hayotini ayrilgandan keyin Yahudi ayolni akaltirib o'lim jazosi berish orqali hayotini ayrilgan sahobaning qissasini oladi. Alloh islom va musulmonlarga ne'matini ana shundoq holatlarda mukammallashtirib berdi. Xaybar ana shundoq og'ir musibatlar ichida fath qilindi. Ana shundoq ustlab kelgan sinoqlardan keyin Alloh mu'minlarning ishlarini osonlashtirdi. Ularni hamma jihatdan beytdi. Kofirlarning hayvisi yer bilan yakson bo'ldi. Alloh do'sti Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yordam qildi.